Gliserinni foydaligi, qo'llash usullari, dozalari. Gliserin til ostiga yoki luj orqasida qo'llanadi. Tabletkalar yoki tabletka maydalanib, kukun qurilishga keltirgandan so'ng kattalarda o'smirlarga va 3 yoshdan katta bolalarga 1 tabletka, 100 ml 3 yoshdan kichik bolalarga 0,5 tabletkalardan 50,000 gliserin deyarli sog'lom bolalarga, o'smirlarga, kattalarga psixozolar, zo'riqish, stress, nerv buzilishiga holatlarining diqqatiga, aqliy ish qobiliyatining pasayishi, aqliy rivojlanishi, orqada qolish, huquqni devolat shakllarda buyuriladi. Kuniga 2-3 marta 14-30 kun davomida ichiladi. Yuqori ko'zlanuvchilar tabletkalar uyquni buzilishi bilan kechganda nerv tizimini funksiyalari orqali shikastlanishida 3 yoshdan kichik bolalarga kuniga 2-3 marta 7-14 davomida 3 kun, undan keyin kuniga 1 marta 7-10 kun sutkali doza 100-150 ml kurs dozada ichiladi. Bu gliserin foydasi juda ko'p. Sizlarga uyqu beradi. Imtihonlarga qo'llanishi. Ana buni men yozaman endi. Ana yozaman. Bular natim bor. To'g'rini ichganlarni yozaman. Gliserin kuniga 3-4 mahal ichish mahal 1 oyga ichish kerak. Mahal to'ra ichish kerak.